Yaxshimisilar do'stlar? Men do'stonlar Ikram. Biz bugun Photoshop o'rganamiz. Ya'ni Photoshopda rasmga sozilma holatdagi unum hosil qilishni o'rganamiz. Unda bo'lsa, darsimiz boshlansin. Kanalga a'zo bo'lganlar, yaxshi bilan sog'lom tuman uzunroq mizon, chiroyli qadaqamatlik, nazli taqatlik, so'z salobatlik balla. Photoshop'ni ochgandan keyin ishtirokchi bo'lgan rasmni aklab olamiz. Ctrl J ni bosish orqali ko'paytirib olamiz. Knopka taxtasidan Shift va mousening so'l taraf knopkasini bosish orqali hammani tanlab olamiz. Mousening o'ng taraf knopkasini bosib, ochilgan ko'znakning qavatlarini birlashtirganini tanlaymiz. So'l tarafdagi kesish qurolimizni tanlab kesib olgandan keyin Ctrl T ni bosamiz. Knopka taxtasidan Shift va mouseimizning so'l tarafini bosish orqali mos holatda so'l tarafga suraymiz. Ostidagi asli rasmni ustiga olgandan keyin kesilgan qismni o'chirib o'tamiz. Ostidagi so'zilgan qismni tanishib olgandan keyin Ctrl T ni bosamiz va ust tarafda ochilgan yoy shakldagi belgini tanlab o'tgandan keyin rasmning xohlagan yerdan tutib o'zimiz xohlagan shaklga aklab olsak bo'ladi. Ost tarafdagi maskalash qismini tanlab o'tamiz. So'l tarafdagi bo'yash qalamini tanlab ortiqcha yerlarni chiqarib o'tamiz. İki resimni tanlab o'tgandan keyin Ctrl T ni bosish orqali moslashtirib olamiz. Ostidagi tangshash qavatini bosish orqali keyin tarafning rangini tanishib olamiz. Ost tarafdagi yangi qavat echishganini bosib o'tgandan keyin so'l tarafdagi bo'yash qalamimiz orqali bu yerga soy tanishib olamiz. Üst tarafdan filter ve bunun ichidan blur ve gashing blurni tanlaymiz. Ochilgan ko'znakdan o'zimiz xohlagan shaklda g'uvalashtirib olsak bo'ladi. Üst tarafdan normal deganni bosamiz, ochilgan ko'znakdan ko'paytirish deganni tanlaymiz, ya'ni multiply deganni tanlaymiz. Yon tarafdan aniqligini tanishib olamiz. Ctrl T ni bosib o'tgandan keyin mos holatni tanishib olamiz. Sol tarafdagi xat yozish qurolimizni tanlab o'tgandan keyin ust tarafdan xat nusxasi tanlaymiz. Xat nusxasi uchun yangi kompyuter va turmush degan kanalga valloh siz 14 qilamiz, 114 xat nusxasi deganni gachida basangiz sizga bilinmoqda tushunib qo'ydi qanday tushish, qanday ishlatishni. Ammo kanalning alohidaligi kompyuterimizning o'ngsili ustin yan biladiganlar navbatda darslar bilan izib ishtirib so'zlab kompyuterimizni o'ngtay turmushimizni ustin qilib o'tibdi. Acayip dersler var, bir batma naqsizlik qan. Şuna a'zo bo'ling deganni qo'llaqchiga gachida qo'yib chiqarsangiz qalin o'zamiga. Xat nusxasini tanlab cho'ngaytirib olgandan keyin kesish qurolimiz orqali ikkiga bo'lib olamiz va kesish qurolimiz orqali xatni ikkiga bo'lib olgandan keyin so'zilgan qismning oldi va keyiniga qo'yib olsaqlar, biz erishmoqchi bo'lgan unum hosil bo'ldi degan gap. Ko'rayotganlaridek bugungi darsimiz mana yerda oxirlashdi. Agar darsimizni yoqtirgan bo'lsanglar, kanalimizga a'zo bo'lishni va hambahlashni unutmanglar. Unda bo'lsa, omon bo'linglar, ketdik.